Salom do'stlar. Bugungi videomizda mana shu oroldan ajoyib bo'lgan uy yaratamiz. Bunga sabab esa mana bu yarimiz creeperlar sababli men bezor bo'ldim. Ular qayerga qaramasdan men uyimni portlatib yubormoqda. Shuning uchun mana shu orolni o'zimga tanlab, shu yerdan o'zimga panagoh qurmoqchiman. Bu mening YouTube'dagi birinchi videom bo'lgani uchun aktivni qismini ham chiqaramiz. Aytgancha do'stlar, ikkinchi video nima haqida bo'lsin? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Men uchun bu juda ham muhim. Men unda tomimni tezroq yopib olaman mana. Biroz sabr qilsanglar, tom ham bitadi. Bu joyni menimcha tezlashtirgan ma'qul. Mana ko'rib turganlaringdek tom ham bitta. Endi polni bitirib olsak, marra bizniki bitta teshik qolib ketibdi, uni berkitib qo'ydim. Mana polga tushishning ajoyib usulini o'rgataman. Polni taxtadan qilishning ajoyib usuli 2 marta teshib, shunday bosib tursanglar, o'sha hamma yoqni tozalab tashlaydi. Tezroq qilib tashlaymiz. Bolalar, like va obunani bosib qo'yish sizlardan chiqmasa, menga bu katta motivatsiya bag'ishlaydi. Zerikib qolmishliklaring uchun shu joyni ham biroz tezlashtiraman. Albatta uyimizning pol qismini ham bitirib oldik. Ozgina qoldi. Shu o'rinda bitta narsani eslatib o'taman. Keyingi video nima haqida bo'lsin, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Sizlarga taklif ajoyib modlar yoki kim ko'p zombi o'ldirish challenge-ni olamiz. Ikkalovidan bittasini kommentariyga yozib qoldiring. Sizning fikringiz men uchun albatta muhim. Uyimizni tashqi tarafdan qarab ko'rsak, ko'nglimdagidek chiqyapti. Fantaziyalarim shuni aytyapti. Tom va pol qismi bitgan ekan, devorga ham o'tsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, navbat devor qismiga. Men devorni o'zi boshlab yubordim. Tezroq devorni ham bitirsam, ichki jihozlar, xonalarni bo'lish va hali ancha ishim bor. Ikkinchi qavat va durbinda qaroqchilar, dushmanlar kelishidan xavfdan xoli qiladigan kuzatuv bazasi qurishim kerak. Qurolxona va oziq-ovqat sandig'i, juda hali ishim ko'p. Men devorni bitirib oldim va mana shunaqa tepaga chiqadigan zinalarni ham qo'yapman. Va bu yerdan yana bitta xona quramiz. Bu yer esa kutubxona bo'ladi. Ajoyib yorug' va shinam. Shu vaqtda miyamga bir fikr kelib qoldi. Mana bu cho'g'lanadigan shamlarni olib tashlaymiz. Qizil bu uyim yonib ketishi mumkin. Keyin Kiyaga qayerdan pul topaman? Yaxshisi, mana shularni o'rnatib chiqaman. Buning o'rniga bu joyni ham 2x ga olaman. Video cho'zilib ketmasligi uchun. Mana ko'rib turganingizdek, men sham chiroqlarini almashtirib chiqdim va mana bu yerdan qurolxonani quryapman. Ichida esa hamma kerakli anjomlar va qurol-yarog', aslahalarim turadi. Men asbob anjomlar, qurol-yarog', bolta, kamon, arbalet va mana bu qorlarni o'tkazib qo'yaman, chunki ular menga uyimga hujum qilishgan payti kerak bo'ladi. Eshikni oldida va qulay joylashgan. Masalan, mening uyimga bostirib kelayotgan bo'lsa, men eshikdan kirgan holatda ularni olib, ularga qarshi kurashaman. Tayyor.
Keyingi navbatda kerak bo'ladigan bizga narsalar sovut, kaska, ishton va paypoqlar. Hammasini olmasdan olib qolamiz va mana shu joyga joylashtiramiz. Kerak payti bularni ham kiyib olishim uchun. Va qo'liga mana bu qilichni berib qo'ysak, bu ham kerak bo'lib qoladi albatta. Zombi va har xil maxluqlarga qarshi kurashishimda bizning kelgusi vazifamiz ikkinchi qavatga o'tamiz. Xo'sh, bu yerda ikkinchi qavatni qurgan paytim tepasidan tutun chiqadigan ideyalarim bor. Tutun chiqaradigan va dushmanlar kelganini payqash uchun kuzatuv joyini quraman. U yer albatta shishadan bo'ladi. Taxtadan qilyapman uyim, lekin yonib ketmaydi degan umiddaman. Keyin kiyaga pulni qayerdan olaman? Kecha uyim yonib ketdi, voy bechara, uyim yonib ketdi degan qo'shiq aytamanmi? Karta raqamimni chiqarib qo'yib, albatta bu hazil. Bu joyni ham 2x qilmasam, sizlar zerikib qolib, boshqa videoga o'tib ketishlaring mumkin. Oxirigacha ko'rganlar uchun обязательно rahmat. Kommentga o'z izohingizni yozib qoldiring. Keyingi video nima haqida bo'lsin? Uyimni maroq bilan qurayotgan bir paytimda tun tushib qoldi. Shuning uchun menga kravat kerak. Men ozgina uxlab, keyin ishini davom ettiraman. Hozir 1 daqiqa kravatni olib, bu yerga joylashtiramiz. Nimaga atkazib beryapti? Yaramas, atkazib berma. Ana uxladi. Endi tong otgach hammasini bitirib tashlayman. 6 sekund 1 minut deganlaridek. Ko'rib turganlaringdek uyimni qurishni davom etyapman. Qora bloklar bilan bu yerni to'ldirib qolamiz va tomni yopishga o'tamiz. 1 daqiqa. Ko'rib turganlaringdek qora devorni ham bitirdim va men tomni mana bu yashil blokdan qilishni xohlayapman, chunki menga yashil rang yoqadi. Men tomini yashil qilaman. Bu joyni ham 2x qilaman. Oxirida qiziq narsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Men eng omadli insonga o'xshayapman. Tomni bitirishim bilan yomg'ir yog'ib yubordi. Erkak kishining omadi bilan o'ynashma. Men tomni yopishga ulgurdim. Va uyimga bir tomchi ham suv kirmadi deya olmayman, lekin ozgina bo'lsa ham kirdi. Lekin uyim xavfsiz. Uyimiz yorug' bo'lishi uchun mana shunaqa ko'k bo'lgan ko'k chiroqdan foydalanamiz. Buni devorlarga o'rnatib chiqamiz. Birin-ketin, u yoqqa, bu yoqqa, u yoqqa, bu yoqqa, u yoqqa, bu yoqqa. Ikkinchi tarafni ham xuddi shunaqa chiroqlar bilan to'ldirib olamiz va keyingi tepadagi kuzatish markaziga o'ta qolamiz. Kuzatuv markazining asosiy maqsadi esa mana bu durbin bo'ladi. Bu durbin bilan atrofni kuzatib, dushmanlar kelishidan xavfsizlikka o'tish zonaga ulgurish uchun yordam beradi. 3-bazani qurish vaqtimizni esa tezlashtiramiz, chunki bu juda ham cho'zilib ketgan, bu esa juda ham zerikarli. Videoni qiziqroq qilish uchun 2x ga olaman.
Tomni ham bitirib oldim. Kuzatuv markazini endi bu yerga ikkita qurol aslaha qo'yib qo'yaman. Qo'liga qilich ushlatib qo'yamiz. Shunday chiroyli bo'ladi. Hammasi olmasdan bo'lgani uchun bu juda ham mustahkam bo'ladi. Keyin qiladigan ishimiz mana shunday olovli tandir, morsi ham bo'ladi. Tandirning tashqi tarafdan ko'rinish holati, buning ustiga esa tutun, ustiga yomg'ir tushmasligi uchun olovning ustiga, shuning uchun tom qilib qo'yamiz. Tomimiz ham bitdi. Endi ichkariga kirib, stul va mayda-chuyda narsalarni to'g'rilab olamiz. Mana men ishni ham boshlab yubordim. Shundan foydalanamiz. Ustida narsalar turish uchun bunday yaxshisini topa olmadim, chunki bu eng zo'ri, o'z davrining eng zo'ri, cho'q $100, cho'q $200. Mana bu yerlarni to'g'rilab, buqa to'ldirib qo'yamiz. Va ajoyib chiqadi. Bu yerga esa stul oyoq o'tirgichlardan qo'yib chiqamiz. Mana shu moska deb hisoblayman. Stol ustini mana shu qishamlar bilan bezatamiz. Shu paytda uyim yonib ketishiga ozgina qoldi. Mana buni darhol olmagam desa, uyim yonib ketib, keyingi pul yig'ib yurgan bo'lar edi. Buni yoqib olish uchun zajgalka qidiramiz. Zajgalka qayerda eding? Bu yoqqa chiq. Ovozim qandaydir bo'g'ilib qolay dedi. Bu menimcha ko'p gapirgandan. Zajgalka mana topdim. Endi esa hammasini birin-ketin yoqib chiqamiz. Bu esa stolga ko'rt bag'ishlaydi. Uyim ham tayyor bo'lay dedi. Video ham oxiriga yetib qolay dedi. Shu o'rinda bitta xato qilibman. Pechga qo'yish esdan chiqibdi, mo'riga. Tandirli pechka bo'ldimi? Demak, ovqat degani. Bu yerga esa mana shunaqa ovqat to'ldirilgan sandiqcha joylashtiramiz. Uning ichini esa ovqatlar bilan to'ldiramiz. Endi eshigimning tagiga bormi ozroq noningiz deb keladigan biror kishi bo'lsa, uni quruq jo'natmayman. Axir bizda shuncha yegulik bor. Hammasi har yilga yetadi. Va endi men sizlarga uyim qanday chiqqanini ko'rsataman. Mana bu yerga to'g'ib qo'yib yuboramiz. Bir ikkita mayda-chuyda ish hozir chiqib olay tashqariga. O'zim ham qiziqib ketyapman. Tashqari tarafdan uyim qanday ko'rinadi. Bu eshiklarni ham chiroylisidan tanlab qo'yganman. Bu yerda qurol yarroq eshikni olib qo'yamiz. Mana bu yerda basseynim bor. O'zim ko'nglimdagidek chiqdi. Tepasi esa Creeperga o'xshab qolibdi, yam-yashil. Bu yerga baliqlar qo'ymoqchi edim. Baliqlar qayerda edi? Baliqlar qayerda turardi? Bolalar izohlarda yozib qoldiringlar. Mana bu tuxum ochsa, menimcha baliq chiqmasmidi? Mana shu yermidi? Yo'q, bu yer emas. Pastroqda ham yo'q. Demak, mayli, hech nima qilmaydi. Uzoqdan ko'rinishi uyimning ko'ngilliq chiqdi deb o'ylayman. Atrofi qora, xuddi qora tuynukdek, tepasi esa Creeperdek. Ana tutunlar ham chiqib turibdi.